Assalomu alaykum qadrli tumandoshlar. Davolanishga klinika qidiryapsizmi? Necha yillardan beri o'z ish faoliyatini yuritib kelayotgan Nevromed klinikasini hozir yengilcha obzorini qilib beramiz. Yuqori malakali vrachlar, yuqori malakali davolanish xizmatlarini faqat Nevromeddan topasiz. Ketdik. Hozir sizlarga fizioterapiya bo'limini obzorini ko'rsatamiz. Davolanaman degan odamga hamma sharoit keragidan ortig'i bilan qilib qo'yilgan. Faqat kelish kerak, mazza qilish kerak, dam olish kerak. Bo'ldi. Hech kim kasal bo'lmasin, endi issiq jonni isitmasiga kimgadir kerak bo'ladigan bo'lsa, mana yengilga yana zuhur qiziq joyini aytaymi? Keling, mana bunaqa sport zallari bor. Bunaqa sport zali uncha kliniklarni bo'lmasa kerak. Mana bu trenajyorni zallar nimalarni ko'rasiz? Xohlagan narsani o'qishingizga bo'ladi. Mana tilgacha xohlagancha mashq qilib, xohlagancha yotib dam olish kerak bo'ldi. Bolaqalarimiz salqin, konditsioner bilan jihozlangan barcha sharoitlarga ega. Bu yerning eng mazza joyini aytaymi? Bir to'lovning ichida 3 mahal ovqat, 25 xil muolaja, bel tortish deysizmi, bo'yin tortish deysizmi, voy bunisidan ertalab bo'ladi. Siz ham shoshyapsizmi? Unda manzilni tushuntiraman. Qani ketdik. Manzilni tushuntiraman. Больница svetofordan Farovon to'yxonaga ketishda yo'l ustida Nevromed deb yozib qo'ygan davlat arxivini yonida shunaqa joylashgan. Bemalol kelamiz, bemalol ko'ramiz, sog' bo'lamiz, omon bo'lamiz.